Rim imperatori Tiberius'un 15. yılı Xudodan çölde yaşayotgan Zakariyaning o'g'li Yahyoga vahiy keldi. Shu chaqda Yahudiya o'lkasida Ponti Pilatus vali edi. Irod xon Galiliya o'lkasida Irod xonning inisi Filip xon Ituriya va Troxonitis o'lkalarida, Lisaniyas xon Abilini o'lkasida hokimiyat yurgizayotdi. Ondan keyin Qayapa bosh ruhoniylik qilyotdi. Xudodan kelgan vahiy bo'yicha Yahyo payg'ambar Iordan daryosi vodisiga rayonlarni kezib yurib, yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Tavba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb jakarladi. Bu haqda Yeshaya payg'ambar muqaddas yozmalarda mundaq deb yozgan edi. Bayavanda bir kishi dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar. Jilg'lar to'ldirildi. Cho'ng-kichik tog'lar paslitildi. Agri yo'llar tuzlanadi. Egiz pas yo'llar tekshilinadi. Shundaq qilib, bütün inson Xudoning qutqizish yo'lini ko'ralaydigan bo'ladi deb to'g'laydi. Xaloyiq Yahyo payg'ambarning oldiga cho'mildirishni qabul qilish uchun to'p bo'lib kelishdi. Biroq Yahyo payg'ambar ularga: "Ey soxtbaz ilalloh, tavba qilmay, Xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli deganinglar qandoq gap? Agar gunohlarimizga tavba qildik desanglar, uni harakatinglar bilan isbotlanglar. Uning ustiga o'zinglarcha biz İbrahimning avlodi bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Xudo bo'vimiz İbrahimga mushu toshlardanmi farzandlarni yoritib beralaydi. Palta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek Xudoning g'azabi endi sizlarga yetib kelish oldida. Yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib o'tqa tashlandi" dedi. Ko'pchilik uningdan "Undaqda biz qanday qilishimiz kerak?" deb so'radi. "Ikki qur kiyimi borlar, bir qurini yo'qlarga bersin. Yeydig'ini borlarmi? Shundoq qilsin" deb javob berdi Yahyo payg'ambar. Xalqni gollaydigan ba'zi boshqirlarmi cho'mildirishni qabul qilg'ili Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, "Ustoz, biz qanday qilamiz?" deb so'radi. "Belgilangandan ortiq boj olmanglar" dedi Yahyo payg'ambar ularga. Ba'zi lashkarlarmi uningdan "Biz-chu qanday qilishimiz kerak?" deb so'rashdi. Yahyo payg'ambar ularga "Boshqalarning pulini zo'rliq yoki tuhmatlar bilan elib olmanglar. Ish haqqinglarga rozi bo'linglar" dedi. Xalq qutqizuvchi Masihning kelishini umid bilan kutmoqda edi. Hammaylar Yahyo payg'ambarni ko'rib, ichida qutqizuvchi mushu kishimidu deb o'ylashdi. Shuning uchun Yahyo payg'ambar ularga: "Men sizlarni suvga cho'mildiraman, lekin mendan keyin texmu qudratlik biri keladi. Men hatto uning oyog'ining yiplarini yechishga loyiq emasman. U sizlarni muqaddas ruhga ham o'tqa cho'mildirdi. U qo'lidagi kurak bilan xamondagi sop bug'doyni omborga, sominini o'chmas o't tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayirib chiqadi" dedi. Yahyo payg'ambar har xil yo'llar bilan xalqqa nasihat qildi va xush xabar yetkazdi.
Uningdan boshqa Yahyo payg'ambar Hirod xonni o'gay akasining ayoli Herodiyani tortib olganligi va nurg'ulg'an yomon ishlarni qilganligi uchun aybladi. Natijada Hirod xon texmu yomon ishdan birini qildi. Ya'ni Yahyo payg'ambarni zindonga tashladi.